Qo'limizga kirganingizda baland qilib naves qilingan, juda ham fayzli xonadon. Qo'limizning o'rtasida basseyn bor, etek qismida sauna, ikkita xona, bitta sanuzelga ega. Bugungi manzilimizda Tutzorda bo'lib o'tadi. Bitonkadan 400 metr ko'chaning ichiga kirganingizda 10 sotixli 10 ta xona, 3 ta sanuzelga ega uyimiz sotilyapti. Uyimizning narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Xonadonimiz tupikda joylashgan. Fasad razmeri 22,5 metr, ichkariga 45 metr. Umumiy hisobda 10 sotuv. Uyimizning video obzorini qilib beramiz. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Uyimizga kiruverish qism, kirganingizda ikkita garaj bo'ladi. Bitta bu yoqda, bitta nariyoq tarafimizda. Xonadonimizdan ikkita mashina bemalol sig'adi. O'zi bu yerga mashina qo'yishmasa ekan, nariyoqda bitta garaj bor ekan, o'shandan foydalanishar ekan. Asosiy binomiz bu yoqda 10 ta xona, ikkita sanuzelga ega. Uyimizning etek qismida ham 3 ta xona, bitta sanuzelga ega. Uyimizning ichki qismini ko'rsatamiz. Qo'limizga kirganingizda baland qilib naves qilingan, juda ham fayzli xonadon. Qo'limizning o'rtasida basseyn bor, etek qismida sauna, ikkita xona, bitta sanuzelga ega. Uyimizning etek qismidagi xonalari, bu yerda bitta oshxona, bu yerdan foydalanishimiz degan pashti, ikkita xona bu yoqda joylashgan. Bu yoq tarafimizda sauna va katenlik joylashgan. Asosiy binoga kirganimizda birinchi etajda 3 ta xonaga ega, chap tarafimizda. Bu yoqdan ikkinchi etajga chiqamiz. Katta mehmonxona bor. Ikkinchi etajda 7 ta xona, ikkita sanuzelga ega. Mehmonxona katta, keng qilingan, baland, patologlar ham, remontlari ham yaxshi holatda, milliy dizaynda qilingan ekan. Juda ham fayzli xonadon. Ikkinchi etajga chiqqanimizda 7 ta xona, chap tarafimizda birinchi xona, spalni joylashgan. Bu yoq tarafimizda bolalar yotoqxonasi, to'g'rimizda ikkinchi etaj uchun umumiy sanuzel joylashgan. Nariyoq tarafimizda mehmonxona, bu pustoy xona. Mehmonxonadan balkonga chiqsanglar ham bo'ladi. To'g'rimizda sanuzel yana ikkita xonaga ega. Bu yoq mehmonxona, mehmonxonada mana shunday balkonga chiqsanglar bo'ladi. Uyimizning balkondan hovlimizning ko'rinishi juda ham fayzli xonadon, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Uyimizda umumiy hisobda 10 sotuv, 1 sotuvga $35,500 so'ralyapti. Yana kelishadigan joylar bor, ozgina sunnatiga o't beriladi.